Bu börek bahane kuşlarını tutkan doğru ısık tabiatlık yalluğunu tıkınbek küçeytibidi. Abimjidaka hazır muş erlerimiz mezi bezi kasalligiga bak köngül bölütken. Muş özümüzde mezi bezdi kesel bay yo'qligini ayladi. Qanda bayqaytmız muş to'g'riliq bir so'zlab bergan bolsangiz. Buludu. Hem de hazır bu cemiyetimizde mişe mez beziye bek köngel bölütkan erlerimiz be ziyade bekçek. Başka azalarına nisbeten mişe mez bezi de azrak kesellik alametini körlep boğuça üzü bek huduk gitip üzününki kesellik derecesininki bek yukurlap ketkendek sizin bulap mimarınki üzüde yakomuzmuş erlerimizde her xil ruhi psixikalik tosaqlıq keselliklerini bile tan keltip çıkarıvadı. Endi mezbizini üzümüz bunda qanda bayqaytmaz degan chig'imizda endi shu siygan chog'da etishib kelsa suydik to'la tomchilasa bu mezbiz yalog'ini ketib ifodasi undan bilak shu sip bo'lgandan keyin doim shu sip bo'lgandan keyin chala suydik qap qolgandek sizib bo'lgan bo'lsa bu mezbizlar asosan yo'g'nash qarab manganligini ifodasi mezbiz yalog' odatda 50 yoshdan oshganlarda ko'riladi hozir yoshlarda ham o'smirlarda ko'rilyapti. Endi buning alomatiga qarata boya man deganga o'xshash siganda eshishib kelish suydik tomchilash kechsiz suydikka ko'p kichik taratga ko'p chiqish qatorliqlarga asosan sizlar shunday alomatlar doim har doim ko'rilgan bo'lsa sizlar doktorxonaga borib tekshirsangiz butu endi bir oyda yilda bir ikki qatim ko'rganga sizlarni ma'zbizida yolliq ma'zbiz yo'qnashva deyishga bo'lmaydi endi o'zinglar shu bir haftaning yoqi man doim shunday siysak eshishib keladigan suyib bo'lgandan keyin bitta shilimchiq shuqliq mangatgan yoki bo'lmasa suydik tomchilayotgan ahvolda ko'raldi deb mushuning asosan tekshirish olib boranglar hargiz odatdagi bir ikki qatimliq suydik tomchilab qilish yo bir ikki qatimliq suydikni ichib kelish yoki bo'lmasa bir ikki qatim suydik ishga ochma qalatda kelishning o'ziga asosanliganda man ma'zi bizni yo'g'nash ekan ma'zi bizida yolliq ekan deb o'zanglar anda qattiq cho'ng diagnozini qo'yyapmisanlar bo'ladi shu oldingi navbat biz ma'zbez yallig'i to'g'ri so'zlagan programmamizda har bir qatim sip bo'lgandan keyin qilgan harakat to'g'risida man tafsili to'xtalgan shu videoni ko'ringlar undan bilak sizda shunday yuqorqida alomatlar ko'ralsa ha manda shu böbrek ojizligi kelib chiqqan chog'i bor bog' ojizligi kelib chiqqan chog'i bor deb shu böbrekni kuchlantirgan bog'ni kuchlantirgan dorilarni unda aldirab iste'mol qilmanglar chunki bu böbrek bog'ni kuchlantirgan dori issiq tabiatlik yallig'ini texnik kuchaytirib o'tadi shuni oldi bilan biz ba'zi bizniki yolg'onni qaytarayotgan dorilarni iste'mol qilib bo'lgandan keyin undan keyin boshqa kuchlanayotgan dorilarni iste'mol qilsanglar kechikmaysizlar man har kuni nochi tibobat ilmini so'zlab o'tibman kanalga yoqqan bo'lsa g'anju qilib anglar yurak berib qolinglar fikr taklif qilgan bo'lsa yozib qolinglar ko'rishilamiz